Soliq kodeksining 114-moddasiga ko'ra, soliq organining soliq to'lovchi bo'lgan yuridik shaxsning mol-mulkiga nisbatan mulk huquqini cheklashga doir harakati soliq qarzini undirish to'g'risidagi qarorning bajarilishini ta'minlash usuli sifatida mol-mulkni xatlashdir. Soliq to'lovchi tomonidan soliq qarzi tan olingan taqdirda, soliq organi qarori asosida soliq to'lovchining soliq qarzi bo'yicha mol-mulki xatlashi mumkin. Ma'lumot uchun, kodeksning 60-moddasiga ko'ra tan olingan soliq qarzi deb soliq qarzini uzish to'g'risidagi talabnoma berilgan sanadan boshlab 10 kalendar kun ichida soliq to'lovchi tomonidan e'tiroz bildirilmagan qarz yoki sud qarori bilan tasdiqlangan qarz tushuniladi. Soliq to'lovchi tomonidan soliq qarzi tan olinmagan taqdirda esa uning mol-mulkini xatlash sud qaroriga ko'ra amalga oshiriladi. Soliq to'lovchining soliq qarzi bo'yicha uning mol-mulkini xatlash soliq to'lovchiga soliq qarzini uzish to'g'risidagi talabnoma yuborilgan kundan boshlab 15 kalendar kun ichida u tomonidan to'liq bajarilmagan taqdirda amalga oshiriladi. Xatlov qarorida soliq organining nomi, sanasi va raqami, yuridik shaxsning nomi va STIR raqami, qarorning qisqacha mazmuni va sabablari, qarorning qonuniy kuchga kirish sanasi va soliq organi rahbari yoki o'rinbosarining lavozimi, ismi, familiyasi, otasining ismi ko'rsatiladi. Mol-mulkni xatlash to'liq yoki qisman bo'lishi mumkin. Faqat soliq qarzini uzish uchun zarur va yetarli bo'lgan mol-mulk xatlab qo'yilishi lozim. Xatlashni amalga oshirishda xolislar, mutaxassislar sifatida ishtirok etuvchi shaxslarga, shuningdek, soliq to'lovchiga yoki uning vakiliga ularning huquqlari va majburiyatlari tushuntiriladi. Xatlov yakunida mol-mulkni xatlanganligi to'g'risida 2 nusxada bayonnoma tuziladi. Mol-mulkni xatlash to'g'risidagi bayonnomada yoki unga ilova qilinadigan ro'yxatda xatlanishi lozim bo'lgan mol-mulk sanab o'tiladi va tavsiflanadi. Ashyolarning nomi, miqdori va xususiy alomatlari, imkoni bo'lganda ularning qiymati ko'rsatiladi. Shuningdek, xatlangan barcha ashyolar xolislarga va soliq to'lovchilarga yoki uning vakillariga ko'rsatiladi. Xatlab qo'yilgan mol-mulkni boshqa shaxslarga berishga, rastrata qilishga yoki yashirishga yo'l qo'yilmaydi.